Siz yigit qizlar, sizda bir g'urur, or, nomus bormi axir? Hatto insoniyligingizni ham unutib qo'ygansiz ayrimiz. Ha, g'urur, sha'an, qadr, qimmat, or, nomus, ibo degan qadriyatlarni unutayozgansiz. Bu ukalarim, singillarim, sizda bir o'zingizni qo'lga oling. Bir inson sifatida qadr qimmatga, or nomusga, bir sha'nga, bir baland tuting ukalarim, singillarim. Qanday ahvolda yuribsizlar? Ayrim xonalarda o'zim ko'rdim. Kechqurun bir kirib qaradim. Yotganda uning havosini aytmaysiz. Qizlar kuyovlarini tashlab, bolalarniki farzandlarida aytmay, shunday yuribsiz. 200-300 dollar 400 dan ortmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.